Demak, yana bir masalamizni ko'rib ketamiz. 17-masala. Buni yuqorida doskaga yechim qilib ko'rdim. Qo'yib tashlab qo'ydim. Agar shuni tushunmaganlar uchun yana qayta yechim qilib o'tib ketaman. Ustozi. Demak, bizga mana shunday ikkita vektor bergan, x va y Descartes koordinatalarida. Shu vektorlarning natijaviysini toping debdi. Nima qilaman men? Demak, bu yerda mana bu B vektorimiz ikkita proyeksiyaga ajraladi. X o'qidagi proyeksiyasi mavjud, buning y o'qidagi proyeksiyalari mavjud buning. X va y o'qlaridagi proyeksiyalar mavjud. Endi x o'qidagi proyeksiyasi nimaga teng? Bu yerdagi 10 kosinus 37 gradus deyiladi. Bu ham bo'lsa 10 ko'paytirib kosinus 37 da 0,8 ga teng. Demak, buning qiymati 8 chiqadi bu tomonga. Endi mana shu B vektorining yuqoriga qiymatini ko'radigan bo'lsak, bu 10 sinus 37 ni beradi. Buning qiymatini topadigan bo'lsak, 10 ko'paytirib 0,6 bu degani 6 ga teng bo'ladi. Ya'ni yuqoriga 6 bo'ladi. Bu yuqoriga 6, bu tomonga 8 bo'ladi. Endi mana shuni endi A vektorini ko'ramiz. A vektorining y o'qidagi proyeksiyasi bo'ladi bu tomonga va x o'qidagi proyeksiya bo'ladi bu tomonga. Ikkita proyeksiya. Endi x o'qidagi proyeksiyasi nimaga teng? 10 qarsida katet bo'lib qoladi, 53 gradus bo'lgandan keyin. Bu qarsida katet bo'lib qoladi. Shunda 10 sinus 53 gradus bu degani 10 ko'paytirib 0,8 degani. Bundan hisoblasak 8 ga teng bo'lib qoladi. Bu tomonga 8 bo'lar ekan mana. Endi bu tomondagi 10 sinus kosinus 53 bo'ladi bunda. 10 kosinus 53 bo'ladi. Kosinus 53 gradus. Demak, buning qiymati kosinus 53 da 0,6 bo'ladi. 10 ni 6 ga ko'paytsak 6 bo'ladi. Bu tomonga 6 bo'lib qolar ekan. Endi shunda bizga natijaviy vektor. Mana x o'qida natijaviy vektorni topadigan bo'lsak, pastga 8. Mana bunday qilamiz. Mana bunday desak ham bo'ladi. Shuni pastga va yuqoriga gorizontal. Demak, bu tomonga tepaga 6, pastga 8, bu tomonga 8, bu tomonga 6. Shunda bu tomonga x o'qi bo'yicha natijaviy 2, y o'qi bo'yicha ham natijaviy 2. O'rtadan chiqadi natijaviy bu 2 mana shunda 2 ildizosti 2 bo'lib qoladi javobimiz. Endi mana bu masalani qaraydigan bo'lsak, mana shu masala juda muammoli masala bo'ldi. Ya'ni bu masala qanday yechamiz, ustoz? Demak, qarab turamiz. Men shuni mana shu xuddi shu ko'rinishidagi vektorni bu yerda 61 gradus. 61 gradusning aynan bitta qiymati yo'q. Hozir buni proyeksiyalasam, x y o'qiga proyeksiyalasam sal boshqacha qiymat bo'lib qoladi. Mana shuni men nima qildim? Bitta g'oya keldi menga. Mana shuni bu tomonga qarab, Descartes koordinatalarida surdim 8 gradusga. Burdim. Buni ham bu yoqqa qarab burdim 8 gradusga. Shunda men qanday vektor hosil bo'ldi? Demak, mana buni qisman bundayroq bo'ldi. Bunday bo'lib qoldi bu. Buni mana bunday bo'ldi. Mana bunday. Va avvalgi vektorlarim turdi joyida. Avvalgi vektorlarim turdi joyida. Mana bunday bo'ldi. Mana bunday bo'ldi. Mana bunday bo'ldi. Mana bunday bo'ldi. Shunda 8 gradusga burgan paytim 8 gradusga burgan paytim mana bu joy, mana shu bu x o'qi bo'ldi. Mana bu x o'qi, mana nima? Y uzr. Y o'qi, mana bu x o'qi bo'ldi. Shunda mana bu burchak 45 bo'ldi. Chunki
Mana bu 53 dan ayiraman-da 8 ni bunday burganimdan keyin, bu tomonga burilgandan keyin. Shunda 45 bo'ldi, bu yer ham 45 bo'ldi. Mana bu A vektor. Endi mana bu joyga 8, 61 dan ham 8 ayrildi, 53 bo'ldi. Endi bizga qulay burchak bo'lyapti. Mana bu yer 37 bo'lib qoldi. Endi shunda mana bu B vektori. B vektori. Endi shunda, demak, mana bunday o'tkazadigan bo'lsam, endi buni x, y o'qlariga proyeksiyalayman. Mana. Mana x, y o'qlariga proyeksiyalayman mana shuni endi. X, y o'qlariga proyeksiyalayman. Endi uni proyeksiyasi qanday bo'ladi, ustozlar? Mana shuni ko'raylik. Mana bu proyeksiya illik kosinus 53 gradusni beradi mana shu. Bu degani illik ko'paytiruv kosinus 53 gradusda 0,6. 6 kere 5 30 ni berib qoladi. Mana bu tomonga 30 bo'lar ekan buning qiymati. Pastga endi. Pastga sinus 53. Bu degani illik ko'paytiruv sinus 53 gradus. Bu yoqqa sinus 53 gradusda 0,8, bu yoqqa qarab 40 bo'lib qoladi. Mana pastga qarab. Pastga qarab 40 bo'lib qoladi. Endi buni bo'lamiz. Bu 30, bizga bu 30 ildiz osti 2 edi. Bunda sinus ham kosinus ham bir xil bo'lganligi uchun bu tomon 30, bu tomon ham 30 bo'lib qoladi. Bu tomonga ham 30, bu tomonga ham 30 bo'lib qoladi. Shunda mana bu 30 bilan 30 ayrilib ketadi. 30 bilan 30 ayrilib 0 bo'lib qoladi. Natijaviy pastga bo'lib qoladi, 10 bo'lib. Javobimiz shunda 10 chiqib qoladi. Assalomu alaykum fizika ishqibozlari. Demak, milliy sertifikat attestatsiya guruhimizda turk IT fizika to'plamidan yechimlarni davom ettiramiz. Ustozlar uchun juda manfaatli, attestatsiyaga foydali bo'lgan kitobcha. Demak, bizda 3-modul. Birinchi masalasiga qarasak, aytayaptiki, kuch haqida aytilgan fikrlarning qaysilari to'g'ri debdi. Birinchisiga e'tibor beramiz. Kuch F harfi bilan belgilanadi. Demak, birinchi tushunchamiz to'g'ri. Haqiqatan ham kuch F harfi bilan belgilanadi. Ikkinchisi, kuchning birligi Newton. Haqiqatan ham kuch birligi Newton. Ikkinchisi, kuch vektor kattalik. Albatta, kuch ham yo'nalishga, ham son qiymatga ega. Bu degani kuch vektor kattalik degani. Demak, bizda qaysi javob bo'lib qoladi shunda? Bizda shunda E javob bo'lib qolar ekan. E javob. Demak, ikkinchi masalamizda rasmdagi jismga ta'sir etayotgan kuchlarning natijavisi necha newton debdi. Biz mana shu o'qni x o'qi desak, mana shu tomonni x o'qi desak, mana bu tomonni y nima so'r mana. Mana bu tomonni y o'qi desak, mana bu tomonni x o'qi deymiz. Shunda bu kuchlarning natijavisi qanaqa bo'ladi? Men birinchi o'rinda qiladigan ishim fx o'qi bo'yicha jismlarning natijavisini topaman. X o'qi bo'yicha bu tomonga 20 newton, F1 qarama-qarshi 10 newton. Shunda F1 dan ayiraman F2 ni. Shunda 20 minus 10 bunda 10 chiqadi. 10 newtonga teng bo'ladi. Endi Fy o'qi bo'yicha natijavini topaman. Y o'qi bo'yicha natijaviy. F3 dan ayiraman F4 ni, chunki F3 katta. Shunda F3 dan ayiraman F4 ni. Shunda 30 minus 20. Bu ham necha chiqar ekan? 10 chiqar ekan. 10 newton chiqar ekan. Shunda F natijaviy kuchimizning qiymati ildiz ostida 10 kvadrat plus yana 10 ning kvadrati. Bu degani 10 ildiz osti 2 degani javob. Bizga javobimiz B javob bo'lib qolar ekan. Keyingi masalamizni davom ettiramiz. 3-masala. Birinchi rasmdagi kuchlarning natijavisi ikkinchi rasmdagi qaysi chiziqqa to'g'ri mos tushadi? O'tgan safargiday
Mana yana katak usulidan tushuntiramiz ustozlar, qarang. Demak, katak usuli qanaqa bo'ladi? Katak usuli bizga qanaqa effekt beradi? Ikkita kuch bor. Demak, aytaylik, mana birinchi bu yerda bizga x o'qi, y o'qi deyman. F1, F2 va F natijaviy. Shunda F1 kuchimiz, mana buni 0 nuqta desam, mana shu 0 nuqta desam, x o'qi bo'yicha qancha birlikka ega? Demak, x o'qi bo'yicha 3 birlikka ega. Y o'qi bo'yicha 1 birlikka ega. 1 birlikka ega. Y o'qi bo'yicha. Shunda men x ga 3 qo'yaman, y ga 1 qo'yaman. Endi bu yoqda y o'qi bo'yicha 2 birlik, x o'qi bo'yicha minus 2 birlik, x o'qi bo'yicha minus 1 birlik. Shunda x o'rniga minus 1 yozaman va y o'rniga minus 2 yozaman. Shuni qo'shib beradigan bo'lsam, bu 2 bo'ladi, bu minus 1 bo'ladi. Demak, mana bu ifoda endi shu yerda, mana bu ifoda natijaviyning koordinatasi bo'ldi. Natijaviyning koordinatasi. Endi qidiraman, qarangizlar. Demak, endi qidiraman. Mana shu yerda qaysi kuchimizning x'i 2 yu y minus 1. Birinchisiga qarayman. X'i 2 lekin y 0. Ikkinchisiga qarayman. X'i 2, ikkita katak bu yoqqa, lekin y minus 1. Demak, bizga mana shu javob bo'lib qolar ekan. Demak, javobimiz 2 bo'lib qolar ekan. B javob. 4-masalada. Birinchi ramkadagi kuchlarning natijavisi ikkinchi rasmdagi qaysi chiziqqa mos keladi? Bu ham xuddi shunaqa. Bu shu usulni o'rganib olsalaringiz juda ham ajoyib. Demak, katak usulidan foydalanaman. Mana. 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 Demak, mana shuni 0 nuqta deyman. Mana shuni 0 nuqta deyman. Mana shu joyini 0 nuqta deyman. Demak, x. Mana bu y koordinatasi. Mana bu F1 kuch, F2 kuch, F3 kuch, F4 va mana bunday bitta chiziq chizib qo'yaman. F4 kuch. Endi bu juda oson va tez ishlanadigan usulda. Demak, birinchi kuchga qarayman. X o'qi bo'yicha ikkita katak. Mana bunday qilayin. X o'qi bo'yicha ikkita katak, y o'qi bo'yicha bitta katak yuqoriga. Shunda x ga 2 qo'yaman, y ga 1 qo'yaman katak to'g'risiga-da, f ning to'g'risiga. F2 ga qarayman. Yuqoriga bitta katak, bu yoqqa minus 2. F2 niki emas ekan, uzr. F4 ekan bu. F2 niki pastga ekan F2. Pastga ikkita katak, bu yoqqa bitta katak. Minus 2 pastga, bu yoqqa 1. Shunda F2 ning o'rniga x o'rniga minus yo'q. X o'rniga 1, y o'rniga minus 2 qo'yaman. Chunki y mana shu F2 kuchimning y minus 2, x 1. Endi F3 kuchga qarayman. Bu tomonga minus 2, yo'q pastga ham minus 2. Chapga pastga. Shunda minus 2 ga minus 2 qo'yaman. Va buniki yuqoriga 1, y ga x minus 2 ga teng bu tomonga. Shunda x ga minus 2, y ga 1 qo'yaman. Endi shuni takma-tak qo'shaman. Takma-tak qo'shsam, bu nima bo'ladi? Mana bu bilan bu yeydi-da bir-birini. Demak, minus 1 bo'lib qolar ekan. Bularda qo'shadigan bo'lsam, bu bilan bu va bittasi yeydi, minus 2 bo'lib qolar ekan. Endi men mana shu uchalasining 5tasini ichidan qidiraman. Qani? Minus 1 ga minus 2. X minus 1 bo'lish kerak, y ga minus 2 bo'lish kerak. X minus 1 bo'lgan katak bu yerda 3-chining x minus 1 va y ga minus 2. Demak, javobimiz 3 bo'lib qolar ekan. Javobimiz C javob bo'lib qolar ekan bizga.
Oddiy katak usuli. Judayam qulay, eng sodda usul. Keyingisini ham xuddi shunaqa usulga tushsa kerak. Ko'ramiz qani. Gorizontal ishqalanishsiz sirtda turgan jismga rasmdagi kuchlar ta'sir eta boshlasa, jism qaysi yo'nalishda harakatlanadi debdi. Demak, natijaviy kuchning yo'nalishini so'rayapti. Qani bunda ham katak usulidan foydalanamiz mana. Takma-tak usuldan. Mana x katak, y katak. Shunda mana bu F1 kuchimiz. F1 kuchimniki x 1, y 2. Shunga 1 ga 2 yozaman. F2 kuchim. F2 kuchim. Pastga -1, pastga bo'lganligi uchun -1 yozaman. X 2, o'ngga bo'lganligi uchun 2 yozaman. Demak, F2 kuchim x ga 2 yozaman, pastga y ga -1 yozaman. F3 x 0, F3 ning. F3 ning x 0, chunki x o'qida hech qanaqa preksiyasi yo'q uni. Y o'qida -2, -2 y o'qida. Y o'qida -2. Endi F4 -1 pastga, -2 chapga. Shunda F4'imiz, shunda x'imiz -2, y'imiz -1 bo'ladi. Endi F5'imiz x -1, y 1. X -1, y 1. Chunki 5'imiz mana x dan chapga 1 katak, plyusga y ga 1 katak. Endi men shuni takma-tak qo'shaman. Mana F natijaviyni beradi mana shu. Mana bu tepadagida ham F natijaviy. F natijaviy. Qani mana shunday takma-tak qo'shaversam, F natijaviyning koordinatasi kelib qoladi. Takma-tak qo'shsam 3 dan ayiraman 2 ni va demak fanikin F 0 bo'lar ekan. X 0 bo'lish kerak ekan. Endi bu bilan bizga mana yuqoridagi 2 bilan buni ichida -2 bor, yeydi bir-birini. Demak, mana bu 1 bilan bu 1 yeydida, demak -1 qolar ekan. -1. Demak, natijaviyniki 0 -1 ekan. F natijaviy. F natijaviy 0 -1. Demak, F natijaviy 0 -1. Pastga qarab yo'nalar ekan. F natijaviy va qaysini yo'nalishidan tushib qolyapti? F3 ning yo'nalishidan. Demak, javob C javob bo'ladi. F3 ning yo'nalishida bo'lib qoladi javobimiz. Mana shu bo'ladi. Oddiy, juda ham oson. Demak, 6-masalamizda. Gorizontal ishqalanishsiz sirtda turgan jismga rasmdagidek kuchlar ta'sir eta boshlasa, jism qaysi yo'nalishda harakatlanadi debdi. Demak, bunda ham xuddi shu katak usuli. Bizga juda brendga aylangan usulda bu. Mana katak usuli. Brendga aylangan usul. X, Y, F1, F2, F3, F4, F5 va pastda F natijaviy. Shunda F1 ga qaraymiz. F1 bu yoqqa 2 ta, yuqoriga 2 ta va 2 ga 2 yozaman. F2 x o'qiga 2 ta, y o'qiga -1. 2 ga -1. Endi F3 x o'qiga 1, y o'qiga -2. Mana bu -2, -2 bu yoqqa 1. Demak, 1 ga -2 yozaman.
va F4. F4 haqida gaplashamiz. F4 qani? F4 Y-ga 0 ekan F4ning. Y-ga 0 qo'yib qo'yaman, X-ga -2 qo'yaman. Chunki ikkita katak chapga. Va F5. F5ning ham X 0 ekan, Y-ga 1 ekan. Y-ga 1. X 0, Y-ga 1. Endi shunday takma-tak qo'shaman. 2, 4, 5. Mana bu 2 bilan mana bu -2 bir-birini yesa, 2 ga 1 5. Demak, pastga 3. Endi bundachi? Mana bu 2 bilan mana bu 2 yeydi. -2 ga +2 qo'shsak yeydi. -1 ga 1 yeydi 0. Demak, 3 0 ekan. X 3 bo'lar ekan, Y 0 bo'lar ekan. Qaysi yo'nalishda? Demak, mana bu yo'nalishda bo'lar ekan natijaviy kuchimiz. Mana F natijaviy kuchning yo'nalishi. Chunki X ga 3 birlik, Y ga 0. Demak, bu +X yo'nalishida bo'lar ekan. Mana bu A javob bo'lar ekan bizga shunday. +X yo'nalishida bo'ladi. A javob bo'lib qolar ekan. Juda qulay ekan. Endi 7-masalani ishlaymiz. Ishqalanishsiz sirtda turgan jismga turli yo'nalishlarda 4 ta kuch ta'sir etganda ham tinch holatda qolish uchun F4 kuchini quyidagi chizmada berilganlardan qaysi biriga teng bo'lish kerak debdi. Ya'ni mana shularning natijaviylari 0 bo'lishi uchun F4 kuch qaysiga teng bo'lishi kerak debdi. Mana sizlarga zo'r birinchi usulimizdan foydalanamiz yana. Katak usuli. Mana. Xo'p. X, Y, XY, F1 kuchim. F1 nechi chiqdi shunda? F1 bu pastga -2, chapga ham -2. Shunda -2 ga -2 yozaman. F2 pastga -1, o'ngga 1. Demak, shunda X ga 1 yozaman-da, Y ga -1 yozaman. Shunda F3 endi. F3. F3im tepaga 1, o'ngga 2. Demak, X'im 2, Y'im 1. X'im 2, Y'im 1. Endi bizga noma'lum bo'lgan F4 bor. Shu F4ning X qismini, X koordinatasini X deyman, Y'ini Y deyman. Shunda natijaviylar hammasi 0 bo'lsin deyapti. Natijaviy 0 bo'lsin, muvozanatda tursin deyapti. Endi teng nima bo'ladi-da bu? Shunda mana bu X bilan mana bu o'zini yeydi, 2 bilan 2. Shunda 1 plus X 0 bo'lishi kerak. X'imiz teng bo'lishi kerak ekan -1 ga. Endi Y'lar. Mana bu 1 bilan bu 1 yeydi-da. Y -2 0 bo'lishi kerak ekan. Y'im 2 ga teng bo'lishi kerak ekan koordinatasi. Mana Y'im va X'im qiymati kelib chiqdi. Men qarayman endi. X -1, Y 2 bo'lgan kuch qaysi bu? Albatta 4. Chunki Y 2, X -1 bo'lgan kuch bu faqatgina mana shu 4-kuch bo'ladi. 4-kuch bo'ladi. Demak, javobda mana shu 4-D javob bo'lib qoladi. 4-kuch bo'lib qoladi. Oson ekan. Davom etamiz endi. Biz 8-savolga keldik. Rasmda ko'rsatilgan kuchlar ishqalashsiz gorizontal yuzada joylashgan KLM jismlarga qo'llaniladi. Shunga ko'ra, jismlarning qaysi biri tinch holatda qoladi debdi. Bo'limlar bir xil masofada joylashgan debdi.
Qaysi biri tinch holatda qoladi deb. Endi tinch holatda qolish uchun natijaviylari 0 bo'lishi kerak. Natijaviy 0 bo'lishi kerak tinch holatda qolish uchun. Demak, birinchisiniga qaraymiz. Buni katak usulidan qilmasak ham bo'ladi. Katak usulidan qilmasak ham bo'ladi. Oddiy mana tepaga 2, bu yoqqa ham 2. Pastga 1, bu yoqqa -1. Demak, mana bu ikkovining natijaviy yuqoriga qarab 1 bo'ladi. Bu ikkovi natijaviy bu yoqqa qarab 1 bo'ladi. To'g'rimi? Demak, bu ikkovi natijaviysi ildizi osti 2 ga teng ekan. Bu 0 dan farqli ekan. Bu muvozanatda turmaydi birinchisi. Demak, K muvozanatda turmas ekan. Endi L ga o'tamiz. L diki bu tomonga 1, yuqoriga 2. Buniki bu tomonga 2, pastga 1. Buniki pastga 1, yonga ham 1. Yonga ham 1. Shunda bizga x o'qi bo'yicha mana bunday qilaylik. Mana bunga 1, bunga 2. Bunga 1, pastga 1. Bunga 1, pastga yonga 2. Demak, mana bu yuqoriga 2, 1. Yuqoriga buniki 1, buniki 2. Demak, buniki natijaviysi 0 ekan, vertikal. X o'qi bo'yicha natijaviy 0 ekan, y o'qi bo'yicha natijaviy 0 ekan. Chunki yuqoriga 2, bu ikkoviniki pastga 1 bo'lgandan keyin 0 bo'lib ketadi. Endi buniki chapga 1, bu pastga ham 1. Demak, buniki 2. X ham 0 ekan. Demak, bizda bu bo'lar ekan. L natijaviy 0. Chunki muvozanatda turar ekan desak bo'ladi. Endi bizga qaraymizki, necha mda. Yuqoriga 2, chapga 1. Pastga F9 diki. F8 diki bu 10 ga 1, pastga ham 1. Buniki 1 va x o'qi bo'yicha 0. Bu tomonga ikkovining qo'shilmasi 2. Yo'q, mana bunday deymiz. Buniki chapga 1, buniki 10 ga 1, chapga 1. X o'qi bo'yicha 0 buniki. Y diki yuqoriga 2, pastga 2 da 1 bor. Chunki 9 bilan 8 ning pastga proyeksiyasi bor. Ikkovi ham 1. Yig'indisi 2 bo'lib, 2 ni 2 yeb, y ham 1 bo'lib, 0 bo'lib qolar ekan. Demak, bizga faqat bizga L bilan M bo'lib qolar ekan. I javob bo'lib qolar ekan. L bilan M bo'lib qolar ekan. 9-masala. Quyidagi chizmada F1 plus F2 va F1 minus F2 vektorlarining qiymatlari keltirilgan. Shunga ko'ra F1 kuch qaysi chiziqqa mos keladi debdi. Chizmani ko'raylik qani. Demak, mana bu chizmamizda mana bu F1 plus F2 ning F1 minus F2 ning qiymati bor ekan. F1 plus F2 ning qiymati bor ekan. Shunda F1 qaysi chiziqqa mos keladi debdi. Xo'p. F1 minus F2 ning qiymati, modul qiymati nimaga teng? Modul qiymati bizga shuning F1 minus F2 ning x qiymati nimaga teng ekan? Mana shuni bitta qaytaraylik. F1 minus F2 ning x qiymati bizga x proyeksiyasi minus 1 ga teng. Va F1 minus F2 ning y proyeksiyasi 3 ga teng. Endi F1 plus F2 ning
x proyeksiyasi 3 ga teng bo'lyapti. f1 plus f2ning y proyeksiyasi minus 1 ga teng bo'lyapti. Endi buni nima qilamiz? Men f1 plus f2ni shunday qo'shib beradigan bo'lsam, f2lar qisqarib ketadi-da, ikkita f1 bo'lib qoladi. Ikkita f1 bo'lib qoladi. Endi mana bu vektorlarni qo'shgan paytim koordinatalari ham qo'shiladi. Shunda ikkita f1ning moduli, ikkita f1ning x qiymati nechiga teng bo'ladi? X larni qo'shaman. 2 ga teng bo'ladi. Ikkita f1ning y qiymati ham 2 ga teng bo'ladi. Mana fy ni fy qo'shyapman, fx ni fx ga qo'shyapman. Shunda f1 ning x qiymati 1 ga teng, f1 ning y qiymati ham 1 ga teng bo'lib qoladi. Demak, 1 nuqta bo'ladi-da, f1 ning qiymati 2 bo'lib qolar ekan. Javobimiz B javob bo'lib qolar ekan. Mana shunday deb ketsak bo'ladi, ustozlar. Azizlar. Xo'p, keyingi masalamiz. Quyidagi chizmadagi ma'lumotlardan foydalanib f1 vektorining qaysi chizmaga mos tushishini aniqlang debdi. f1 natijasini topib olaylik katak usulidan. f1 natijasini. Demak, x, y, f1 f2 quyidagi chizmalardan ma'lumotlardan foydalanib f1 vektorining qaysi chiziqqa mos tushishini aniqlang debdi. f1 vektorimiz qaysi chiziqqa mos tushishini aniqlang debdi. Xo'p, nima qilamiz endi bunda? Xo'p. Men mana buni katak emas, mana shuni iziga qaytaraylik ozgina. Mana shu yuqoridagi usulimiz juda qulay usuldan bo'lgan. Mana f2 plus f3 ning x qiymati qaysi koordinatalar? Demak, mana bunday deyman. X, y koordinatalar. X, y koordinatalar. Shunda f2 plus f3 ning koordinati mana shu 0 nuqta desam, x minus 3, y minus 1. Mana. Endi f1 plus f2 ni f1 plus f2 ni f nechini yozayin? f3 ning o'zi yozayin shu yerga. f3 ning x, y koordinatasi x minus 2, y 1. Endi shuni ayiraveramiz. Tepadan pastni ayiraversam, f2 ni berib qoladi. Ayirgan paytim minus 1 ga 2 bo'lib qoladi. Minus 2 bo'lib qolar ekan. Minus 1 ga minus 2 bo'lib qolar ekan f2 ning qiymati. f2 ning qiymati minus 1 ga minus 2 bo'lib qolar ekan. Endi shuni pastdan yozaman. f1 plus f2 ni. Buning qiymati x minus 1 ga y minus 3 edi. Endi pastdan tepani ayiraman. Shunda f1 ning koordinatasi kelib qoladi.
pastdan tepani ayirishsam 0 va 0 u 1 bo'lib qoladi. 0 u 1 bo'lib qolar ekan. Qaysi javob bo'lib qoladi shunda bizga? Adashmadimmi? 0 u 1 bu yoqqa bo'lishi kerak edi. Bizga qaysini F1 vektorining qaysi chiziqqa mos tushishini aniqlang deyapti. F1 qayerda adashdim men? F2 F3 F2 F3 minus 3 x dan y dan minus 1 F3 minus 2 ga 1. Shunday ayirgan paytim minus 2 bo'ldi. F2 emas, F2 deb qoldi. Shundan keyin F2 pastdan yana buni ham ayir. Buni esa 0, buni esa minus 1. Minus 1 ekan. Minus 1 ekan. Pastdan tepani ayiribman. Minus 1 ekan. Mana shu adashibman mana shu. Minus 1 ekan mana shu qiymatimiz. Minus 1 ekan. Shunda minus 1 bo'lsa, 0 u minus 1. Mana A javob bo'lib qoladi bizga. 0 u minus 1 A javob bo'lib qoladi. Demak, yana davom ettiramiz bizda. Xo'p, F1 quyidagi chizmalardan F1 plus F2, F2 plus F3, F1 plus F3 vektorlarining keltirilgan chizmalardan foydalanib F1 taqsim F1 deganmi? F1 taqsim F1 debdi. F1 taqsim F1 taqsim F2 dir balki. F1 taqsim F2 dir balki. F1 taqsim F2 ni topib ketaylik. Endi aytib ketsa, qanaqa usulni bilib olaylik. Qolganini shunga qarab ishlab ketaverasizlar. Demak, xuddi boyagi usulimizdan yana F1 bilan F2 ning yig'indisining koordinatasi nimaga teng? Vektorning yig'indisining koordinatasi nimaga teng? Koordinatasi nimaga teng? F1 bilan F2 ning x o'qi bo'yicha 3 ga teng, y o'qi bo'yicha 1 ga teng. Mana. Endi F1 plus F3 vektorimizning yig'indisi koordinatasi F1 plus F3 ning x'imiz minus 1 ga, y'imiz 3 ekan. Minus 1 ga 3 ekan. Endi F2 plus F3 ning yig'indisi koordinatasi x 0 ga minus 2 ekan. Endi tepani ikkovini qo'shaman. Tepani ikkovini qo'shsam, menga ikkita F1 koordinata plus endi F1, F2 plus F3 qoladi. Shuning koordinatasi necha bo'ladi? Shuning koordinatasi necha bo'ladi? Qo'shsam 2 ga 4 bo'lar ekan buning koordinatasi. 2 ga 4 bo'lar ekan. Endi pastdan mana buni ayirib tashlayman. Pastdan shuni ayirib tashlayman. Pastdan shuni ayirib tashlasam, mana bu F2 bilan F3 yo'q ketadi-da. Ikkita F1 qoladi. Shunda teng bo'ladi 2 ga 6 bo'lib qoladi uning koordinatasi. Shunda F1 ning koordinatasi 1 ga 3 bo'lib qolar ekan. F1 ning koordinatasi. Endi mana bundan F1 ni ayirib tashlasam, F2 dan F1 ning koordinatasi kelib chiqdi. F1 ning koordinatasi x, y bor. Endi bundan ayirib tashlasam F2 keladi. F2 teng bo'lib qoladi. Shunda nimaga? F2 teng bo'lib qoladi shunda. Xo'p. Ayirib tashlasam, mana bu F1 1 3, bundan ayirsam 2u minus 2 bo'lib qolar ekan. 2u minus 2 bo'lib qolar ekan. Endi ikkovini nisbatan olaman desam, F1 ning moduli qanaqa bo'ladi desam, bu ildiz ostida 1 plus 9 bo'ladi. Bu ildiz ostida 10 bo'ladi. F2 ning moduli qanaqa bo'ladi desam,
ildiz osti 4 plus 4. Bu 2 ildiz osti 2 bo'ladi. Bu 2 ildiz osti 5 bo'ladi. 2 ildiz osti 2. Shunda shunaqa bo'ladimikin? Shunda f1ni f2ga nisbati ildiz osti 5 taqsim ildiz osti 2 bo'lib qoladi. Endi hozir bu yerda mana bu f1 taqsim f1 deganligi uchun balki boshqa bo'lishi ham mumkin. Endi bu men hozir f1 taqsim f2 ni hisoblab qo'ydim. Boshqa bo'lsa, boshqasini ham xuddi shunaqa topib olasizlar-da, qo'yib ketaveramiz hisoblab. Hech bir muammo bo'lmaydi bizga. Keyingi masalamiz 12 masala. Chizmada berilgan kuchlarning natijaviy miqdori necha newton ekanligini toping debdi. Bo'ldi. Topamiz ustozlar. Mana buni vertikalga ajratamiz. Proyeksiyaga ajratamiz. Bu 4 sinus 60 bo'ladi. Ildiz osti 3 taqsim 2 bo'ladi. Shunda 2 ildiz osti 3 bo'ladi. Buning x o'qiga proyeksiyasi bo'ladi. Bu 2 ga teng bo'lib qoladi. Shunda 6 ga 2 8, bu tomonga 8, bu tomonga 14. 8 dan 14 bu tomonga natijaviy 6 bo'lib qolar ekan x o'qi bo'yicha. X o'qi bo'yicha 6 bo'lib qolar ekan. Mana 6 ga 2 ildiz osti 3. Buni Pifagorga qo'yamiz, natijasini topamiz. O'rtadan chiqqan natijaviy kuchimiz. F natijaviy kuchimiz ildiz osti 36 plus 4 12. Ildiz osti 48 bo'lar ekanda. 8 dan nech chiqadi? 6 bo'lsa 4 ildiz osti 3 chiqadi undan. Demak javobimiz B javob bo'lib qolar ekan. Keyingi masalalarimiz. Chizmada berilgan kuchlarning natijaviy miqdori necha newton ekanligini aniqlang debdi. Bunda ham nima qilamiz? Bunda ham. Demak, buni ham proyeksiyalaymiz. Sinus bo'lsa 40 sinus 37 dan 0,6 ga teng. 40 kosinus 37 0,8 ga teng. Endi bunda 53 bo'lsa qarshi takatit 30 0,8 bo'ladi. Sinus bo'lsa, sinus 53 dan 0,8 ga teng. Bu yoqda 30 0,6 bo'ladi. Endi shularni hisoblasak, mana buning qiymati 24 bo'ladi. Buning ham qiymati 24 bo'ladi. Endi vertikalda, gorizontalda 18 bo'ladi. Buniki 32 bo'lar ekan. 32 bo'lar ekan. Pastga 34 bor o'zi. Endi demak yuqoriga natijaviy 48 bo'lar ekan. Mana bu vertikalni. X o'qi bo'yicha 32 dan 18 ni ayiradigan bo'lsak, 18 ni ayiradigan bo'lsak 4 14 bo'lar ekan. Demak bu tomonga 14 bo'lib qolar ekanda. Demak yuqoriga mana 48, pastga 34, bu tomonga 24, yo'q, bu tomonga uzr. Bu tomonga 32, bu tomonga mana qiymatimiz 18. Demak, mana bundan ayiradigan bo'lsam yuqoriga 14, bu yoqqa ham 14 bo'lib qolar ekan. Shunda 14 ning kvadrati bo'lar. 2 ildiz osti 2 ko'paytirib necha bo'lar ekan shunda? Mana hisob qilaylik. Ildiz osti 14 ning kvadrati plus 14 ning kvadrati. Shunda 2 tashqariga chiqib ketsa, ildiz osti 7 ning kvadrati bo'lsa, 2 7 ning kvadrati. Bu 14 ildiz osti 2 bo'lib qolar ekan. Javobimiz mana D javob bo'lib qolar ekan. 14 ildiz osti 2 bo'lib qolar ekan shunda. Demak, 14-masalamizni davom ettiramiz. Bunda nima qilamiz?
chizmada berilganlarni natijavisini so'rabdi. Nima qilamiz endi? Vertikalni bitta chiziq o'tkazib olsak, mana bu joy, mana bu 60 dan bo'linadi. 60 dan bo'lingandan keyin mana bu 8 ning vertikalga proyeksiyasi 8 kosinus 60 gradus bo'lib qoladi-da, bu 4 ni berib qoladi. Demak, yuqoriga yo'nalgan 4 bor ekan buni 8 ning proyeksiyasi. Endi buniki ichniki. Bu ham xuddi shunaqa bo'ladi. Yana mana bu joy 60 gradus bo'lganligi uchun bu yarmi bo'lib qoladi-da, 1,5 bo'lib qoladi yuqoriga. Endi 1,5 bo'lib qoladi. Xo'p, endi x o'qiga proyeksiyasi bu. 3 taqsim 2 yo'q mana. X o'qiga proyeksiyasi 3 ildizosi 3 taqsim 2 bo'lib qoladi. Endi buniki 8 ildizosi 3 taqsim 2 bo'lib qoladi. X o'qiga bular. Shunda endi men 13 dan ayiraman mana bu ikkovining yig'indisini. 5,5 ni. 5,5 ni. Bu 7,5 bo'lib qoladi. 7,5 bo'lib qoladi-da, faqat u pastga yo'nalgan bo'lib qoladi. 7,5 mana pastga. Endi 8 ildizosi 3 taqsim 2 dan ayiraman 3 ildizosi 3 taqsim 2. Bu tomonga yo'nalgan 5 ildizosi 3 taqsim 2 hisoblanadi. Bu demak natijaviy mana o'rtadan chiqadi. F natijaviy ildizosida 15 ning kvadrati taqsim 2 plus 5 ildizosi 3 ning kvadrati taqsim 2 ning kvadrati. Pastda 2 ning ham kvadrati bor. Shunda hisoblasak 1 taqsim 2 chiqib ketadi. 225 plus 25 ko'paytirib 3. Demak, shunda nima bo'lar ekan bizga? 1 taqsim 2 225 ga 75 ni qo'shsak 300 bo'lib qolar ekan. Bundan 5 ildizosi 3 chiqib qolar ekan. Javobimiz 5 ildizosi 3 ekan. 5 ildizosi 3 ekan. Proyeksiyalar ekanmiz buni ham. Proyeksiya usuli ma'qul ekan bunga ham. Demak, javobimiz mana shunday chiqib qolar ekan ustozlar. Oson, ja qiyin narsa emas. Ishqalanishsiz gorizontal sirtdagi jismga 5 ta kuch rasmda ko'rsatilgan kabi ta'sir etganda jism tekislik harakat qilsa, 5-kuchning chiziqqa qaysi mosga to'g'ri keladi? Buni ham boyagi katak usuli qulayroq deyman mana shunga. Katak usuli ma'qul deyman mana shu masalaga. Demak, katak usuli bo'lsa, katak usulida. Demak, x, y, f1, f1imiz x o'qi bo'yicha 2, y o'qi bo'yicha 3 ga teng. f2, x o'qi bo'yicha 2, y o'qi bo'yicha -1. Chunki -1 pastga -1 da. Pastga tushganligi uchun. f3, y ga -1, x ga -3. f3imiz -3 ga -1. Endi f4 -2 ga +2 bo'ladi. Ishqalanishsiz gorizontal sirtda jismga 5 ta kuch rasmdagi kabi ta'sir etganda jism tekislikda harakat qilsa, 5-kuchni qiymati. Jism tekis harakat qilgani bilan natijaviy kuch 0 bo'lishi kerak ustozlar. Natijaviy kuch 0 bo'lishi kerak.
Shunda f5 bor mana yerda. F5 ni x deyman, y deyman. Bularni natijaviylari 0 bo'lishi kerak ustozlar. Mana natijaviy kuch 0 bo'lsa, jism tekis harakat qiladi. Buni ham tenglama qilamiz. Mana bu 2 bilan bitta 2 ni yo'q qilsak, 2 minus 3 plus x teng 0. Bu yerda mana bu 2 bilan mana bu 2 ta minus 1 ni yo'q qilsak, 3 plus y teng 0 bo'ladi. Bundan keladiki, x teng 1 ga, y teng minus 3 ga. Demak, minus 3 1. Minus 3 1 katak qaysi? Demak, mana 3 bu. Minus 3 1. Demak, 3 bo'lib qolar ekan. Javob C javob bo'lib qolar ekan. Endi aytyaptiki, bizga 16 rasmda ko'rsatilgan kabi kuchlar ishqalanishsiz gorizontal tekislikda turgan nuqta jismga ta'sir etsa, jism harakatlana boshlaydi debdi. Rasmda ko'rsatilgan kuchlar ishqalanishsiz gorizontal tekislikda turgan nuqta ta'sir etsa, jism harakatlana boshlaydi. Shunga ko'ra, qaysi kuch bir muncha vaqt o'tgach olib tashlansa, jismning harakat yo'nalishi o'zgartirmay bo'limlar bir xil masofada. Nima degan savol bizda? Demak, rasmda ko'rsatilgan kuchlar ishqalanishsiz gorizontal tekislikda turgan nuqta jismga ta'sir etsa, demak, jismlarning natijaviysini topib olaylik. Buni ham katta usulda topsak ham bo'ladi. Demak, buni ham katta usulda topsak bo'ladi. X, y, f1 kuchimiz koordinatasini x 0 3, f2 kuchimiz f2 kuchimiz demak f2miz 1 ga 3 ga 1 ekan do'stlar. 3 ga 1. f2miz 3 1. f3 1 ga minus 2. f4 minus 1 ga minus 2. Minus 1 ga minus 1. f5 minus 1 ga 1. f5 natijavisini topaman. Natijavisi shuni qo'shib beradigan bo'lsam, mana bu 2 bilan mana bu 3 yo'qoladi. Shunda bu yoq 2 qoladi. Endi bu yerda mana bu 1 bilan bu 1 ketadi, bu bilan javob bu yoq ham 2 qoladi. F natijavining koordinatasi 2 ga 2 ekan. F natijavining koordinatasi 2 ga 2 ekan. Bu degani qaysi tomon ketadi? Mana tomon ketadi. Shu tomon ketadi ham. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi aytyapti, rasmda kuchlarning ta'sir etsa, jism harakatlana boshlaydi. Shunga ko'ra, qaysi kuch bir muncha vaqt o'tgach olib tashlansa, jismning harakat yo'nalishi o'zgarmaydi debdi. Demak, bizda yo'nalish o'zgarmasligi uchun 4 ni olib tashlash kerakda. 4 ni olasak, shu tomonga ketaveradi, lekin uni yonboshga olib, u yoqqa bu yoqqa ketkazmaydi. Xuddi shuni qarama-qarshisida 4 turibdi. Javobimiz shunda D javob bo'lib qolar ekan, 4. E'tiboringiz uchun rahmat.